Yetib keldi. Men kutgan narsa yetib keldi. Buni sizlar bilan bo'lishaman. Bu narsani mashhur kosmetikda ko'rgandim. Bu narsa faqat quruq yuzlar uchun ekan va Koreyadan sotib olsa juda ham arzon ekan. Sразу zakaz qildim. Ko'rar-ko'rmas shu videoni zakaz qildim. Qani, ko'nglimdagida xuddi o'zidek chiqadim. Wow, o'rtoqlar mana krem, yuzga BB krem. SPF ham birgalikda bor. Yuzida dog'i yo'q qizlar uchun mo'ljallangan deb eshitdim. Shunaqa tavsiya berishdi mashhur kosmetikda o'rtoqlar. Bilasizlar, Amerikada turmushga chiqqan kosmetika sotadigan qiz bor, mashhur bo'ladigan. Har doim shuni vloglarni ko'rib yurayman, chunki o'zimga mos bo'lgan kosmetikalarni shu yoqdan ko'p topganman. Hatto Zeroni ham yuzimni tozalaydigan Penka Zeroni ham shu yoqdan olganman. Har 2 yil bo'ldi, maza qilib ishlataman, ishoninglar. Mana buni ham faqat yuzim quruq, shuning uchun shunaqa narsa ko'rsam sразу olaman, kim tavsiya qilsa. O'rtoqlar bir xil o'rtoqlar, bu bir xil. Qani bunda ishlatib ko'ramiz, ochib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Wow, qaranglar. Bir xil shu mashhura ko'rsatgandek, shu mashhur kosmetikdagi bir xil turibdi o'rtoqlar. Buni endi bu tarafda ishlatib ko'ramiz. Yuzimda hech narsa yo'q, effekt yo'q, hech nima yo'q. Namlantiruvchi krem urilgan xolos yuzimga. Hatto zagarni ham urilmagan. Buni namlantiruvchi kremdan keyin ishlatish kerak deb eshitgandim. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ilohim ko'nglimdagidek chiqsin, o'zimga yoqqanini topib olay, chunki mani BB krem, zagarni krem topishim qiyin, yuzim ham ta'sirchan. Bismillah. Wow. O'rtoqlar, buni qaranglar. Quruq yuzlar uchun mos, haqiqatda ekan. Men quruq yuzim juda ham quruq, matli kremlar umuman to'g'ri kelmaydi, yuz quruq. Haqiqatda yuzda hech qanaqa dog'i, hech narsasi bo'lmagan qizlar ishlatish kerak. Bu effektni qaranglar, buni qaranglar. Wow! Zo'r ekan. O'rtoqlar, bular Koreyadan oldim, internetdan, Coupang programmasidan. 20 mingga oldim. Wow! Yuzi quruq qizlar uchun bomba. Effektni qaranglar. Faqat yuzda dog' bo'lmasa kerak ekan, bo'lmasa bilinib qoladi. Bu yengil, tabiiy ko'rsatar ekan yuzni. Wow! Zo'r narsa ekan o'rtoqlar. Bu effektni qaranglar. Bomba prosta. Faqat endi olib ishlataman, chunki yuzimga BB krem topish juda 7 yildan beri ishlataman. Shuni juda ham zo'r BB krem, tabiiy chiqaradi. Bir xil ikkalasi. Wow, prosta bomba. Rahmat kattakon, mashhuraxon menga har bergan ma'lumotlar har doim yoqadi. O'zimga keragini tanlab olaman o'rtoqlar. Kosmetikani ham o'zimning yuziga moslab tanlash kerak. Mana o'zim yuzimga moslab har doim ko'rib, o'zimga keragini olaman. Zo'r ekan. Agar yuzlaringiz quruq bo'lsa, mana shundan olib ishlatishlaringizni maslahat beraman. Ko'rib turibsizlar, yuzimga hech qanaqa effekt qo'yilmagan va prosta bomba o'rtoqlar. Buni shundoq ko'chaga chiqib ketaverasizlar, ko'zga bo'yanish xohlaganlar bo'yanadi, bo'yanishni xohlamaganlar bo'yanmaydi.